Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden kanalın görüşçüleri. Bugün tuğanlar özgöçe çıkarılış. Bugünkü çıkarılışta şunday darvazalardan öte küçtüsün, elitlilerin göçete öz sizlerge. Hazır biz Karasu rayonu Karman ayrında tuğanlar. Uşul varata jasagan, uşul varataları satkan direkt tol aytı öteyindagi, andan keyin dostlar biz çıkarılışta толық маалыматтарын сіздерге жеткенге әрекет қылалы. Азыр Карман айылында жүрөбүз. Карман мына Ош тараптан келатканда, Кармандын кире беришинде тугандар. Бишкек тараптан келатканда Кармандын чыга беришинде мына Эмир деген кичи маркеттин жанында ушундай Талыпжандын вороталары, дарвазалары жасалып, ушундай даяр вороталар, элитный вороталар сатууну баштады. Ушул эми чыгарылышта көрөлү, шарттары кандай болот, баалары кандай болот, материалдары кандай, ошолор боюнча силерге айтып кетели. Бул вороталар негизинен туугандар мына көрүңүздөр, Өзбекстанда жасалат экен. Азыр кайсы жерден кандай номерлер бардыгын көрсөтүп, мына устанын өзү менен бир маектешели. Талып, ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, Abdulhamid aka, yaxshimisiz? Жакшыбы Талипжан, ден соолуң жакшыбы? Rahmat aka. Talip, sen ötken ekimiz bir joluqtuq ele, sen öte kuchli usta ekansan da. Ova. Xudo xolasa aka, mana shu Qirg'iziston yiliga shu darvozalardagi bu yil 2026-yil chiroyli shu O'zbekistonda o'sha eng reytingi bebaho darvozalar bular hammasi ham aka. Endi mana shu Qirg'iziston yiliga aka ilashdik. Faqat darvozalar aka o'sha O'zbekistondan kargo bilan o'tib bo'lmaydi. Nechtaki zakaz olsak. Aha. Ha, endi beyda aka reklama, xohlasa shu razmerlar to'g'ri kelib, ma'qul tushib yoqib qolsa, buni ham o'rnatib beraveramiz. Negizi cho'ng usta sensin, ha? Ova. Cho'ng usta sensin. Cho'ng usta men aka. Ha, yemi bulardan jasalgan yer O'zbekistonda jasaladi. O'zbekistonda yasaladi. Qaysi Namangan o'sha darvozalarda makon aka, Qirg'izistondan biladi, ha. Bunday darvoza hozir bunlari Qirg'izistonda kelganmi emasmi? Endi 2025-yil o'rnatganmiz. Endi faqat bularda aka ahchalari sal balandroq chiqadi. Sababi o'sha ikkilalikda ikki qavatli shumkali variantdagi darvozalarda bular. Bular shumkasi menanmi? Shumkasi bilan shu ikki qavatli varota. Onda chekada bir tartib ko'rsatib ketavermayli, ha? Xohlasa materiallarni aka tushuntirib o'tamiz. Materiallarni tushuntir. Material qanchasidan va? Material xohlasa aka 4 ga 4 emas, to'qima profillari ham shu 6 ga 4, listlari 1 3. Yo'llari xohlasa 10 ga 10, xohlasa 8 ga 8, xohlasa shiveller, o raznisi, zakaz chiqdi, shu zakazga qarab, narxi ham o'zgaraveradi, arzon desa arzoncha variant, sal menga baquvvat bo'lsin desa qimmatroq variant. Narxiga qarab qachsa ketaveradigan-da. Ketaveradi, ha, to'g'ri. Endi bunun o'rnoti nimasi qanday uстановка? Kargo uyga borib o'sha o'rnashi, xullas darvozani kalitini ushlashadi. Chiqitib qo'yib berasiz. Ha, qo'yib hamma yo'g'ini o'sha abdusha qilib topshiramiz. Bunday qo'ydirayotgan odam rozi o'tirganday qilib, ha? Xudo xolasa aka, hech bir norozichilikda ish bitmaydi aka. Xudo xolasa rozichiliklarni olamiz endi aka. Endi bu darvozani tanishtirib o'tsam aka, shu yo'llari o'sha 10 ga 10, profillari ham shu 6 ga 4, shu biri 4 stenkada. Shu taglarida biznikini aka shiveller ketadi, ikkita stoykaga o'rnamaydi darvozalar. O'sha mon nerjvenkalari temirdan aka, o'sha guzguzlar deb qo'yadi aka. Guzgu bu nima bo'lmaydi? Endi bu ko'rib turgan darvoza aka, eniga 6 ga 40, vosatasi 3,5 metr bir tomonga taxlanib ochiladi, bir tomonga. Ha, bir jaqalab bunday suriladi ekanda. Ha, bir tomonga taxlanadi, surilmaydi. Taxlanib boradi. Garmoshka bo'lib. Garmoshka bo'ladi. Endi aka, bu darvozani o'sha kvadratga deyishadimi, turishiga deyishadimi, narxi misol belgilanmagan aka. Endi qanaqa materialda xohlasa, shu materialda yasab beramiz. O'sha narxini ham o'sha kelishilgan joylari bor aka. Skidka degan joylarni qo'yib beramiz aka. Oljag'ini qarashtirasiz. Ha, qarashtiramiz endi aka. Bunun o'rnatish nimasi, sistemasi bayog'inday cho'qib aytgansiz, ha, yerda. Bizniki aka, o yerda qazi, o'sha 1 metr oyog'i bilan o'rnat, unaqa sistema yo'q, bizning sistemada. Biznikilar o'sha bakovoylarga o'rnaydi aka. Ha, bakovoylarga. Ha.
O'ta mana mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'ladi mana. Tagi shivillar aka. Tagi shöyle. Tagida o'rnaydi-da. Tagi o'rnaydi aka. O'sha burchatga tirishsa, shundan nolani olishaveradi-da. Xohlasa aka zo'r ishlangan darvozalar. Uyning ko'rkini ocha turgan varatalar ekan ha. Endi bu darvozamizni high-tech fasonda deb qo'yishadi. High-tech. High-tech. Bular aka o'sha Dubay variantidagi darvozalar. Dubay variant? Ha, endi nom borda har bitta darvozalar. Dubay fasonda o'sha O'zbekistonda qanday yasalgan bo'lsa, bu yoqqa ham shunday o'tyapti. Hech bir o'zgarish yo'q, ammo kачество borasida aka iloji boricha aka kачествоga ishlanadi aka. Mana choklari ham Nerjinga hamma yog'i zo'r ekan. Lislari o'sha biri 3. Bu da nima shuma izolyatsiya o'xshaydi bu da. Endi xohlasa aka 2 qavatli variantda yasab beramiz. Bu 1 qavatli variant. Orasida o'sha stiklovatda shumka, orqasida yana 1 qavatli. 2 qavatli variantda ham yasab o'rnatib beraveramiz aka. Bu zakaz chiqdi, zakasiga qarab aka yasaveramiz. Endi bu darvozalarimizni o'sha narxini aytib o'tishimiz kerak. Narxini aytmaysiz-mi? Misol 70 ming so'mdan boshlanadi. Misol razmer cho'ng bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. O'sha narxi shunga qarab chiqaveradi aka. 70 mingdan boshlanadi biroq. 70 mingdan boshlanadi, o'sha 80 ming, 90 ming. Misol biz to'g'risiga aka obunachilarga bir qator tanishtirib o'tishimiz kerak. Sababi endi kommentariyada ketishi mumkin-da aka. 60 ming Qirg'izistonda 60 mingga ham darvoza bor. Balkim 50 mingga ham bordir aka. To'g'ri. Endi misol bunga ketgan material buzgular aka dollar turadi, to'g'risi. Buzgular ha? Ha, ammo tagida shvillar ketadi buni. Endi razmerlari o'zgaradi aka. Aha. Ha, endi mana lislari hamma yo'q aka o'ziga yarashadi. Hozir buning metri qancha o'sha? Qancha? Bu varota aka eniga 420, vosatasi 3,5 metr. O'shining bosi qancha? Endi именно shu darvozani bo'lsa aka, buniki premenni 80 mingli varianti hozir bor. Sababi aka yoni 8 ga 6 emas, 8 ga 8. Qalin. Endi misol lislari o'sha 1,3, o'sha guzgusi ham keragicha ketgan. Endi vosata ham buyukda aka, kvadrat ham katta chiqadi. Shuning uchun aka, endi kelishaveramiz aka va hech bir hali bir makkan bolalar emasmiz aka. Skidka qarashtiriladi desa. Skidka qilib beriladi aka. Endi bu ne degan atalishda? High-tech bu ham aka. Bu da high-tech. Ko'p o'sha high-tech Dubay. Sababi aka O'zbekistonda ham o'sha rekka chiqayotgan darvozalarda bular. Ha, misol hali guzgusi yo'q. Bunday darvoza tiklanmadi. Zalotistik olasizlar bu. Aka darvozani xohlagan turida yasab beramiz aka. Mana shu darvoza yo'q deysa, yasaymiz. Endi aka videoda ko'p zerikalla qilmaymizdan. Mana ko'rib turgan darvozalar hammasi o'sha bir xil. 6 ga 4 o'sha lislari hammasiniki birda, biri 3 o'sha. Biri emas ekan. Ha, endi misol mana yondollari boshqasi misol farqlangan. Buni misol zakazchi kelib qarimab ko'ray desa kelishaveradi adres. O'sha siz tanishtirgan adresdagi. Bo'ldi, Qarmonda. 100 ko'rishib gaplashsam bir boshqacha ekan. Shuning uchun aka bemalol o'sha aloqaga chiqishaveradi. Chiqaveradi ekan, ha? Ha. Shu darvozalar endi bu ham high-techda bir tur aka. Bu endi aka o'sha yangi chiqqan lis, hozir bu ham o'sha trendga chiqib turgan lisdan. Trendga. Ha, endi guzgusi kamroq skromna variantda degan obunachilarga-da bu aka. Bardollar uchun, ha? Ha. Yaxshimi? Shu qator shunda 70 mingdan boshlanadi ekanda. Bunaqa aka 70 ming, 80 ming, 90 ming narxi o'zgaraveradi aka o'sha material razmeriga qarab. Mana do'stlar. Shular shunday bo'ladi ekanda. Ha. Uyning ko'rkini oyog'i. Endi buni aka to'g'risiga bu yerda bir 12 ta vibrimiz bor. Katalog boshqa deysa aka bir 200 xil barota bor ekan. Tanlab masha deysa muhokama yo'q. Libboyni yasaymiz ekan. O'sha mana bu ham o'sha high-techda bir tur ekan. O'ta bu. O'zgacha chiqqan ekan. Turga o'xshash ekan. Ha. Endi buni o'sha razmerlari ham bilmayman to'g'risi aka. 434, 454. Endi o'lchab beramiz. Yo'qsa o'rnatib beraveramiz shu ko'rib turgan darvozalarni. O'ldali bosi shunday bu. Aka, misol buni fasoni manoncha, buniki ahchasi manoncha bo'ladi. Aha. Misol men Dubay fasonida Nerjvenkasi ko'p, shuncha ahcha bo'ladi deyish yo'q aka bizda, to'g'risi. Hammasi birda,
Aha. Faqat materialni talishinasida farqi bor, aqchasida. Aqchasida. Ha, endi misol 10 gon bilan 8 ga 6, 8 8 da aqchasi misol arzon qimmat, shuning uchun o'zgaraveradi. Bu mana shu ko'rib turgan Dubay fason. Dubay fason. Bunisi aka mana Nerijimenkali high-tech fason. Ha, buna жаңалап o'tib, уже sinib ketgan adamlarni. Ha, mana Aynaklarni. aynakda ochmaganmiz, sababi endi shunchasini ochib tashladik. Ha, sonuna ko'paysa tursin. Endi bunun sinib ketib qo'rqinichi yo'q. Bu temir aka. Ha, temir bo'lar. Temir o'sha Turkiyani mahsuloti aka. Ha. Lazer stanovlarda o'sha kesib, o'sha kачествоli qilib chiqarilyapti. Skromniy ekan, hamma variant. Skrom varianti. Xudo xolasa shu ko'rib turgan barcha darvozalar aka 70 mingdan yo'q ko'tariladi aka. Ko'taradi. Ha, endi bu yoqda aka shu 3 ta shu darvozalar shu 2 qavatlar. Menga shu vazmin bo'lsin. Aqchasdan muhokama yo'q. Menga shu kачествоli 2 qavatli shumkali deganlarga aka mana. Bron yo'q. Shu yo'llari ham aka 10 gon shvellerda ishlangan, abnalichkali qilib ishlangan aka. Bakovoylari bor. Ha, bu fason aka bizni o'zimizning tilda aka taroq fason deyiladi. Taroq fason. Endi high-techni bir turida aka. Aha. Shu tepalari ham havo aylanib turadigan qilib lazerlar bilan foydalanib chiroyli qilib ishlangan aka. Endi bu darvozamiz to'g'risi aka misol balkim bir kishiga qimmatdir. Balkim bir kishiga misol yaxshi niyatda menga zo'r bo'lish kerak deganlar uchun-da bu aka. O'sha kvadrat aka buni o'sha napramenni o'sha $140 deymiz. Bu kvadratdan hisoblab qoladi o'shunda. Kvadrat hisoblaymiz. Yo'q, menga turishini ayt desa aka, to'g'risi kvadrat ham bozi baland chiqib ketib qoladi. Shuni hisob olib aka, misol elda ham tushunaman aka. Shunday napramendan narxini chiqarib beraman. Balkim 160 mingdir. Balkim 150 mingdir. Balkim 140 mingga yasalar. Balkim 200 mingga yasalar aka. Shu ko'rib turgan darvoza aka 180 ming so'm o'rnaydi. Mana shu darvoza 180 ming so'mga olib borib shu ustonovka qilib beramiz. So'mdan ekan buldog'i. Ha, endi bu bu ne degan buna? Bu aka o'sha high-techda 2025 da ham 26-yilda ham o'sha trendga chiqib turgan darvoza. Baradan biri ekan da bular. Ha, ruchkali o'sha lislari ham 1.8 toza qalin lisda. Shveller xohlasa yondorini aka, yondorini ham shveller qilib bersan desa, muammo yo'q, qilib beriladi. Qonni korobkani shveller. Bu darvoza ham aka to'g'risi gap o'sha $130, $130 deganimda aka $5 skidga qilib beriladi aka. Hech bir biz hali hammamiz ham mashina deb turib sotilmaydi vajdi. Skidga o'tib berdi insoniyatchilikka bor aka. O'tib berasing ha? Ha, aloqa chiqishaveradi aka. Endi o'sha qalin, kачествоli darvoza qo'yaman deganlar insonlar uchun-da bu aka. Sondan ekan. Endi bu darvoza aka Dvoretsterga. Nomi o'sha Samarqand fason deydi. Shu 2 qavatli variantda bakovoylarni ham shu o'zgacha qilib ishlangan. Ha, endi mana gullariga aka o'sha gold svet urish kerak edi. Xudo xolasa urilmadi bu aka. Xohlasa shu gold svetga o'tkazib beramiz buni, tilla svetga. Tilla svet. Elementlar, ha. O'rtasini bo'yana guzga qo'yib qo'ysa-da bo'ladi, ha? Aka, klientni ko'ngliga qarab ishini bitiramiz. Ha, endi bu darvoza aka to'g'risi hamma darvozalar ichida shu o'zigacha nomaradin darvoza, sababi shu material ham shu keragicha ketadi bunga aka. Kачествосini ham kelib baho berishaveradi bu darvoza. Kачествоsin. Ha, endi qolin ekan. Bu darvozamizda aka, например, $145 dan boshlanadi kvadrat metri. Kvadrat bo'lsa 250 ming, 230 mingga chiqib ketib qolsa Qirg'izistonga aka. Shu 200 ming, 190 ming qilib ishlarni bitirib beramiz. Sabab bu bakovoylar bilan razmer kattalashib ketadi-da aka. Cho'ng ekan. Shuning uchun obunachilar tushuntirib qo'yish kerak. Xullas darvozani o'sha pashshos aka bu. Bunun tutqasi bo'ladimi? Ham bu yoqda ham, ha? Tutqasi bo'ladimi? Zamagini qo'yamiz. Ustonovka bo'lgan joyida qo'yib beramiz-da aka zamagini. Ha, hamma yo'q ichida. Shu aytib o'tganimda darvozani o'sha kalitini ushlashadi aka. Kargo, pargo, muhokama yo'q aka. Qisqasi
Maga muna darvoza kerak deb qo'yotgan, to'lab qo'yat ekan, o'rnatib kulishni berib chiqib Bo'ldi, ketasiz. ishni qabul qilib olishadi. Oldindan aka, obunachilarga aytamiz, zakat yo'q. Zakot yo'qmi? Ishni shunday olib boramiz, o'rnatamiz. Keyin rejitlashaveradi aka. Endi 1-2 ming nari berib, misol qo'l quruq bo'lmasanga berib qo'ysam, qolgandan aka o'sha borganda, o'rnaganda rejitlashaveradi. Sababi aka ishimizga javob beramiz. Shuning uchun aka zakat 50%, 40% yo'q. Kaçta 100%, ha? Javob beramiz aka ishlarga. Yaxshi. Buna nomerlarga chalib baylanishaveradi-da Mana shu shunda. nomerlarga bo'ylanishasiz aka. Endi men Tolibjon, endi men O'zbekistonga kirib chiqib yuraman. Nurjigit akaga aloqa chiqishaveradi. Shu nomerda turibdi aka. O'sha Qirg'iziston nomer. Shu aka bilan bo'ylanishib, Qirg'izistondagi o'kil. Ha, endi misol nima deydi, mana gapirishlarda ham yaxshi tushuntiradilar-da. Menga qaramda. Shuning uchun aloqa chiqishaveradi. Bir insonmiz ikkalamiz aka. Ha, bir inson. Ha. Bemalol hech bir klientlarni bir ko'nglini aka norozichilikda ishlarni bitirmaymiz. Xursand qilamiz. Nomerini aytib qo'ysam. Men nomer mana joyda yozib turadi. 0551 men 33 30 80. 0551 33 30 80. WhatsApp'da o'sha nomerda. Aha. Nima joyga shu yerga kelgan klientlarni men o'zim to'sib olib, O'zing qabul olasan, ha? qabul olib, uстановка qildirilgan joylargacha talib bilan birga boramiz. O'koz klientlarga o'tkazib berib, andan keyin o'koz birga qaytib keladi. Bo'ldi. Norozilik bo'lmaydi-da. Yo'q. Aytgan tamdon baratasi olib qo'yiladi. Yaxshi ustalar. Qo'linglar gul ekan. Inshaalloh aka. Aha. Tinch bo'lg'ila, ha? Rahmat aka sizga ham. Cho'q Alloh rahmat. rozi bo'lsin aka. Mana tug'andar Dareka kelib, darvozalarni qarmab ko'rib, qachitasini tekshirib ko'rib, avvalroq bo'lsangizlar Qirg'izistonning любой yerini yetkirib berib, o'rnatib berib bo'ladi, ha, olsangiz. Xudo xolasa aka. Salovat o'sh batken. Ishga ketib oraverlar. Yo'q, o'sha joqlarga ustunovka rastavka bekor. Ha, bekor degan. Bekor. Bishkek taraf qolsa o'sha job rastlar kichkina razniца olib qolishi mumkin. Yo'q, ustunovka ko'taradi. Ustunovka operatsiyanglar, ha? Qirg'izistonning 7 duanına cheyin borayotgansizlar, ha? Bo'ldi. Yigitlar tinch bo'lg'ila.